Humoyun Sana aka. bagi Tailandga borib, menga Eshiting, davleniyasi oshib ketdi eshiting. gumon qildim. Humoyun. Men tavba qilib qasam ichmayman-da. Lekin men birovga, masalan, agar seni gapingni menga boshqasi olib kelsa ham, agar siz orqangizdan mana bunaqa dedi, mana bunaqa qildi deganda ham, men ishonmasdim o'sha insonga. Borku, seni gapingni men borku, qanaqa insonligimni bilasanlar. Ot ido. Men shokka tushib qoldim. Mana Farruxdan so'ng. Farruh noto'g'rimi? Menga qildilar. Muslab qoldim men. To'g'ri. Ichimda, lekin bu narsani sen Shunchalar noto'g'ri gapirgan gapirdimmi? gapingni Hozir men esimda bo'lmayapti. Farruh shunaqa noto'g'ri gapirdimmi? Muhsin akamni otini aytib qara. so'kildimmi men? Men aytaymi? Men aytaymi senga nima deganingni? Ha? Ayting, men ayting. Agar bilsam men yo'q aka bunday bo'lmagan deyman yoki bo'ldi. Hurmatli ayting, ijtimo qilmaydi. Sen Xalqimiz kechiring. Farruh aytdi, telefon qildi. Ha, hozir dedi Muhiddin akam bilan birga ovqatlandik dedi. Muhiddin akam sendan jahli chiqib yuribdi, xafasandan dedi. Sen aytding, sikivordi. Nima qilishim kerak? Nima? O'zimni muammolarim o'zim, men lishni o'zimni quloqim bilan shu narsani eshitdim. Muammoyim o'zimga yetadi. Keyin bu aytdi, aka, u yoqda yurmasa Farruh senga aytdi, "Ke, Toshkentga mazza qilib yuramiz" desa, sen aytsan, "Zaybal qildi bular. Mana borsam Tailandga olib ketadi bular." Zaybal qildi bu.